Короче, hozir o'ylab o'tirib juda uzoq o'ylanib qoldim. Oxiri bir qaror qildim. Mana shu xonalarni eshiklarini ham o'zim yasab o'rgatgan bo'ldim. Devorlarga 100% laminat bo'ladi. Stiglavat qoqdik. Qoqyapmiz, ozgina joyi qoldi. Devorlar 100% laminat bo'ladi. Eshikchiga zakaz qildik. Men xohlagandaqa qilib tushuntira olmadim, u tushunmadi. U yasagandagi eshigi betga bizga menga to'g'ri kelmayapti. Shuni hisobiga eshiklarni o'zim yasaydigan bo'ldim. Katta ishlar qilyapmiz ama proyektimiz katta. Alloh ilmini bersa, nima endi 2 ta 3 ta MDF eshik yasash. Mana shu eshiklarni 240 ga 90. Bitta 2 ta bunisi bilan 3 ta eshikda tavakkal qilib o'zim yasamoqchiman. Oldin MDF eshik yasamaganman, lekin hamma ishlarni ham odam bilib tug'ilmaydi-yu. Bir tavakkal qilaychi, qanday eshik yasayman ekan. Lekin bozordagidan bo'lmaydi. Keyin boshqa bunaqasi ham bo'lmaydi. Bir marta shu yerda amaliyotda tajriba qilib ko'ramiz. Shundan keyin nuqta qo'yamiz. Boshqa joyda zakaz olinmaydi ham, qilinmaydi ham. Faqat shu yerda kanalimga o'tib ko'rib borishlaring mumkin. Polni pat ключ qilamiz. Devorlar 100% laminat bo'ladi. Bunaqa remontlar hali O'zbekistonga yetib kelmagan, bir joyda bo'lmagan, hech kim qilmagan ishlar qilaman o'zim. Akfalarga zakaz berdik kecha. Akfalari 2 ta katta deraza bo'ladi, bunisida eshik bo'ladi, bunisida eshik bo'ladi, bunisida eshik bo'ladi. Eshik bunga bo'ladi, bu 2 ta deraza. Mana bu yerda bekitib tashlaymiz. Bunisi kuxna. Kuxna mebel, garderob hammasini bo'yinga olingan. Xudo xolasa Allohning fazli bilan chiroyli qilib bitkizib egalariga topshiramiz. Duolarini olamiz.